dedi. Kul ya ibadi, hey bandalarim, la taqnatu min rahmatillah, Alloh taoloning rahmatidan noumid bo'lmanglar dedi. Innalloha yaghfiruz zunuba jami'a. Agar haqiqiy tavba qilsanglar, haqiqiy Alloh subhanahu va taolodan qo'rqsanglar, hammalaringni, hamma gunohlaringni kechib tashlaydi. Ey odam bolasi dedi Alloh taolo hadis qudsiyda. Innaka ma da'utani. Sen chin ixlos bilan menga duo qilar ekansan, va rajautani, mendan umid qilar ekansan, g'afartu laka ala ma kana mink. O'sha duo qilishligingdan oldingi, o'sha umid qilishligingdan oldingi bo'lgan gunohlaringni hammasini kechirib yuboraman. Vala ubali, qarab o'tirmayman dedi. Sen balkim zino qilgandirsan, sen balkim g'iybat qilgandirsan,